Okey. Hasanboy Zenit Yunusobod rayoni yangi mahalla, hammasi 4 sutuvdan qurilgan uylarimizni tupik oxiridan bitta oldingi uyimizni keling ichkariga kirib ko'rsatamiz. Mashina zo'r. Okey. Mashina taxlash uchun joy bemalol. Bemalol 4-5 ta oilaviy hammani mashinasini taxlab qo'ysanglar bo'laveradi. Ko'chada qolish shart emas mashinamizni. Hovlimizdan qarang, fayzli, bitta yashil hudud bor. Fontanlari. O'zi kirib, o'zi chiqadi. Hop. Bu tarafimizda bitta hovlida sanuzelimiz bor. Bu tarafimizda yozgi oshxonamizni barbekyu zonalari bilan qozon, betga varishning panel qo'ysanglar bo'ladi. Mo'yka, hammasi uchun joy bor. Choy ichib o'tirish uchun joylarimizni ham qoldirib ketilgan. Podvalga tushish, birinchi etajga asosiy uyga kirish. Endi uyga kirib ko'rsatamiz. 4 suti umumiy maydon, 7 ta xonasi bor, 4 ta sanuzeli bor. Uyimizni bitta tanishtiramiz. Ketdik uyga. Qaranglar, uyimizga kirib kelishimiz bilan bitta prixoshamiz, bitta ikkinchi etajga chiqish podval. Podval to'liq qurilgan, u faqat bitqizilmay qolgan podvalimiz. Uni o'zingizlar bitqizib olasizlar. Xo'p, oshxonamizga keladigan bo'lsak, oshxonamizni to'liq zo'r qilib, mebel texnikalari hammasi xofmi, zo'r qilib ishlangan. Bu quyma bo'ladi. O'zini mo'ykalari ham quyma qilib qilingan. Varishliklar ham kattasi qo'yilgan. Bu ham hammasi xofmindan. Xo'p. Umumiy sanuzelimiz birinchi etajda. Buni yonida bitta yotoqxonamiz, kattalar uchun qilsanglar bo'ladi. Sanuzel yonida bo'lgani uchun mebellari o'zi uchun yasalgan, pardalari, shkaflar hammasi bitgan. Hop, bitta milliy choy ichib o'tiradigan, milliycha uslubda ichkarilarni bir kirib ko'rsating. Shuna qilib, qarang. Choy ichib o'tirish uchun bitta kichkina xonamiz bor. Keling. Keyingi xonamizni mehmonlar kutib olish uchun mehmonxonamiz bitta. Stol-stullar, pardalar, kondisionerlar, faqat lustralar qolgan. Lustralarni o'zingizlar qilib olasizlar. Shu joyi bitta. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'rsatamiz. Podvalimiz aytganimizdek bitmagan, lekin tigi to'liq podval bo'lgan. Telegram kanalimizda lokatsiyasi ham qoldirib o'tamiz. Telegram kanaliga ham podpisatsiya bosib qo'yinglar. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, yo'likxonani tepasidagi bitta katta mehmonxonamiz, bu ikkinchi etajda birinchi xonamiz bo'ladi. Endi keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Spalni shkaflari hammasi o'zi uchun moslab yasalgan. Bitta bolalar uchun buni yotoqxona qilsak bo'ladi. Televizorlar hammasini ko'rib turgan narsa qoladi shu uyimizdagi. Bu umumiy sanuzelimiz, kir mashinalari, vannalari, hamma narsasi qilib qo'yilgan tayyor uyimiz. Neoklasika uslubida qilingan. Bu master spalni bo'ladi. Buni o'zini garderobnisi bor. Bu tarafida sanuzeli bor. Ko'rsating. Sanuzellarini. Xo'p, yana bitta xonamiz bor bu tarafda. Bu xonamizni bolalar uchun yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Rozvi qilib qizil uchun moslab qo'yishgan bu xonamizni. Shkaflari, devorlari aytayotganimdek o'zi uchun yasalgan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 320 ming sizlar ko'rib turgan mana shu hamma narsasi bilan so'rashyapti. 4 sutuvga qurilgan bu uyimizni egalani raqamini qoldiramiz, aloqaga chiqamiz, yana zo'r qilib kelishtirib beraman deyaptilar. Sog'-omon bo'lasiz, yaqinlarga jo'natib qo'yasiz. YouTube kanalimizga ham bitta obuna bo'lib qo'yaverasiz. Mana shunaqa to'liq obzorlarni ko'rsatib turamiz. Telegram kanalimizga ham bitta podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, bu yerda ham to'liq obzorlar bo'lib turadi. Sog' bo'lasiz. Rahmat.